Assalomu alaykum. Ko'pgina ustalar motor sochib yig'ishadi, germetika bilan yig'ib tashishadi. Keyin qanchadir vaqtdan keyin motorim oqizaryapti, moyyapti, balobattar deb har doim nolashadi. Короче, ikkita motordan bitta cho'tka qilib yig'amiz, yuvib, tozalab. O'zi qonun qoidalari bor. Hozir ustalar ko'payib qolganki, sal bitta sochib yig'ishni o'rganib olib, bo'ldi. Men yangi narsa qo'ydim, oqizish kerak emas, yangi qildim, u qildim, bu qildim deb o'zligini usta yasab olishadi. Bu o'zidan usta yasab olish degani emas. Bu sohaga men misol uchun 20 yil, 30 yil umrimni ketkazganman. Bu sohani o'rganish kerak. U bir marta sochib yig'ib, yoki ikki marta sochib yig'ib, u motorni sochib yig'dim, bo'ldi, o'rganib oldim degani emas bu. Buni polностью obdon qaysi bolt qayerda turadi, qaysi shayba qayerda turadi, qancha millimetr bolt qotirish kerak, geometrический ключda qotirish kerak, val balansirovka qilinganmi, detallarini состоянияsi qanaqa, yenga qo'ysa bo'ladimi yoki eski yaxshimi? Oddiy misol, ko'p odamlar aytadiki, nimaga eski zapchast qo'yiladi deb. Mana misol uchun mashina, rossiyskiy mashinalarni hisoblaydigan yoki GM original koreyskiy mashinalarni hisoblaydigan bo'lsa, GM mashinalari koreyskiy zapchast qo'yishadi. Sotuvga Xitoy zapchast chiqadi. Odamlar ana мненияsi shuki, Xitoy zapchasti sotib oladi-da, men yangi zapchast qo'ydim deb klientga, ustaga anaqa gapiradi как бы. Bu o'zi noto'g'ri narsa. Yangi narsaga oddiy misol garantiya bo'lmaydi. Nimaga? Chunki Xitoy chiqadigan, motori ichidan chiqadigan zavodskoy narsaga garantiya bo'ladi. Mana misol uchun oddiy misol zavodskoy val bilan hozirgi sotuvga chiqayotgan Xitoy valni ancha farqi bor. Misol uchun detallarida ham, reduktorlarda ham, bloklarida ham ancha farqi bor. Hozirgi chiqayotgan mana oddiy misol bloklarni mana qalinligi juda ham yuqqa. Juda ham yuqqa. Eskilariniki qalin bo'ladi. 4-5 mm bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Detallar ham ancha farqi bo'ladi. Ko'p ustalar mana shu narsaga e'tibor bermaydi. Iloji bo'lsa, motorlar sifatli, yaxshi yig'dirishni xohlasanglar, bemalol bizga murojaat qilsanglar, chiroyli qilib, to'g'ri xizmatimizni qimmat. Qimmatlidan qochish kerak emas. Bolalar 400 mingga ham, 300 mingga ham, 200 mingga ham yig'ib beryapti. U lyubitel deb hisoblayman men ularni. Usta ish haqisi kamida mana shu ish haqisiga normalniy pul oladi. Zo'r qilib yig'ib beradi. O'shaning uchun usta. U anta shu sohani o'rganish uchun qancha ustozdan gap eshitgan, qancha so'kishlar eshitgan, qancha qo'lini qiyshirib olgan, qancha qo'lini kesib olgan. U mehnat qadriga yetish kerak. Bu arzonga qilib berdi degani, ana arzon usta yaxshi ekan, qimmat usta qimmat qilar ekan degani emas. Ish sifatli bo'lishi kerak. Sifatga e'tibor katta bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa mana shu narsaga e'tibor beraylik.